elixir hisoblanadi. Ya'ni qarish prosessi ketyapti-da bizada. Nimani hisobiga? Chunki bizani jigarimizni koenzim ishlab chiqarar ekan. Tabiiy koenzim har bitta insonning organizmida jinsdan qat'iy nazar erkak kishi bo'lsin, ayol kishi bo'lsin, uni organizmi koenzim Q10 deb ishlab chiqarar ekan. Ya'ni bizning yoshimiz o'tgan sayin, bizni qarigan sayinimiz, bizda jigarimizda boyiga koenzimni pasayish holatlari kuzatilar ekan. Koenzim nima qiladi? Koenzim bukul organizmni tozalar ekan. Koenzim bizning qon tomirlarimizni, mana insult, infarkt, yosharib ketdi deymiz. Nimaga? Chunki qon tomirlarni Nurumov o'rgangan paytda bizani mayda ko'zga ko'rinmaydigan kapillarlarimiz bor. Tasavvur qiling, ularni hammasini bir-biriga ulaydigan bo'lsa, bukul yer sharini aylansangiz 100 ming kilometr chiqadi. O'sha 100 ming kilometrga yetadigan kapillarlar bor ekan. O'sha kapillarlar ichida klapinchalar bo'lar ekan. Qarang, klapinchalar. O'sha klapinchalar bizda insult, infarkt kelib chiqishi 30% bizani kapillarlarimizni bitilib ketadi. Boya xolesterinligi, shlak toksinligi bizda tars etib qon tomirlarida mo'rtlash paydo bo'ladi, yorilish, ya'ni o'sha yerda qattiq yorilsa insult yoki infarktga olib keladi. Tushundingizmi? O'sha siz mana shu o'tirgan xonamdek yuragingiz bo'lsa ham, u sizni boyiga bukul organizmingizda 100 ming kilometr yetadigan kapillarlaringizni haydab berish xususiyatiga ega emas ekan. Koenzimni bitta xususiyati bor. Koenzim immunni o'shanga yordam beradi. Koenzim sizni boyiga qon tomirlaringizni tozalab beradi. Koenzim sizni organizmingizni haliginde xolesterinni normaga olib kelib beradi. Koenzim hujayralaringizga energiya beradi. Koenzim sog'lom hujayradan sog'lom hujayrani tug'ilishiga yordam berar ekan koenzim. Koenzim boyiga qon tomirlarini elastik holatga olib kelib beradi. O'shanda mo'rtlashmaydi. Tushundingizmi? Qonni tozalab beradi, ishqor holatga olib keladi. pH 7.4 holatga, ya'ni sog'lom insonni qonni holatiga, ishqor holat pH 7.4 holatda bo'ladi. Ko'pchiligimiz bizani yeyotgan oziqamizdan, bizani hali kundalik stresslarimizdan, bizani ekologiyamizdan, hokazo bizada qon nima? Bizada qon 8 dan baland yuradi. Ya'ni bizani qonimizni zakislenniy balans deymiz, nordon balansda bo'ladi. Nordon balansda qon har xil kasalliklarni keltirib chiqaradi. Unaqa qonda bizada lekotsitlarimiz pasayib ketadi. Lekotsit nima ish bajaradi organizmda? Lekotsit immunitet, ya'ni immun sistema, ya'ni lekotsit hujayralar bular soldatlar, sizning organizmingizni qo'riqlaydi. Tashqaridan kelayotgan virus bo'lsin, bakteriya bo'lsin, boyiga har xil kasallardan bo'lsin, zamburug'lardan bo'lsin, parazitlar uchun yashash uchun qulay sharoit bu 8 dan baland qoningiz bo'lsa. Siz balzam ichganingizdan keyin, azizlarim, birinchi navbatda siz qoningiz sekin ishqor holatga keladi deb tozalanib, unaqa holatda parazit yashamaydi. Mana balzam ichasiz, nima uchun parazitlar chiqyapti sizning organizmingizdan bilasizmi? Kimdadir axlat bilan chiqyapti, kimdir peshobdan parazit chiqyapti, kimdan quloqdan, og'izdan, ko'zdan ham parazit chiqayotganlarni ko'ryapmiz. Chunki siz balzam ichganingizdan keyin qoningiz tozalandi, ishqor holatga keldi. Unaqa holatda parazitlar yashamas ekan. Ular teshik qidirar ekan. Organizmdan chiqib ketar ekan. Nima uchun zamburug'dan yaxshi rezultatlar olamiz? Gripokdan nima uchun virusli kasalliklardan, koronavirusdan nima uchun yaxshi rezultat oldik? Ya'ni sizni qoningiz tozalanyapti, lekotsit tiklanyapti, lekotsitlar viruslar bilan kurashyapti. Viruslarni organizmdan chiqaryapti. Nima uchun gepatit B, C, delta formalardan rezultatlar olamiz? Ya'ni sizni qoningiz tozalangani hisobiga. Tushundingizmi?
Endi o'sha Pavlo Spray konsentrat yaratildi. Konsentrat yaratilish zavodi hammasi know-how hisoblanadi. Know-how degan so'z, ya'ni bu kashfiyot sir saqlanadi. 100% sizga tarkibi berilmaydi. Ya'ni tarkibini agar sizga 100% zavod Spaskay, buni chiqaradigan zavod Spaskay Production, mana buni tagida Spaskay degan mahsulot degini o'qisanglar, Spaskay degan yozib turibdi. Spaskay Production zavod chiqaradi. Zavod, ya'ni ixtirochilar o'zini mana ixtiro qildi, mana Nobel mukofotiga ega shunaqangi super mahsulotni ixtiro qilishdi. Bular endi tarkibini kanishni sir saqlash kerak, to'g'rimi? Production zavod, Spaskay Production zavod ishlab chiqaradi. Bu mahsulotlarimizni bular ixtiro qilishgan, bular конечно sir saqlashga 100% sir saqlashga ega, ya'ni tarkibini, ma'lum bir tarkibini berishgan, lekin qolgan tarkibini agar tarkibini 100% beradigan bo'lsa, nima hozir paytda analoglari chiqib ketadi. Hamma joyda nano balzamni boshqa sinonimlari chiqib ketadi. Tushundingizmi? O'shaning uchun bular 100% analogini. Hozir misol uchun mana preparatlar bor-ku, mana Ceftriaxon deymiz. Ceftriaxonni 100 xili bor. Germaniyadan chiqarilgan Ceftriaxon ham bor, O'zbekistondan chiqarilgan Ceftriaxon bor, Rossiyadan ham Qozog'istondan. Hatto 100% tarkibi berilmaydi, sir saqlanadi. Chunki bu necha yillik yutuq hisoblanadi. O'rta Osiyoda chiqqan tem bu. Tasavvur qiling. Nanotexnologiya bilan qilingan. Buni kashfiyotni ishonasizmi? Даже amerikanlar avtorskiyni sotib olishmoqchi bo'lgan ekan. Zavodda direktorlariga, professorlarga anaqa bilan chiqishgan, предложение bilan. Ya'ni biza Amerikada ochiylik zavodni biza yurg'izaylik, 30 million dollarmi katta pul taklif qilishgan. Lekin haligi olimlarimiz, professorlar bunga rad javobini berishgan. Hozirgi paytda mana O'rta Osiyoda bu mahsulotimizni keyin zavod boyiga sertifikatlarimizni ham bilasizlar. Hozir halal sertifikati olindi, GMP sertifikatiga ega bo'lish ham oson. Romin sertifikati bor, Germaniyadan berilgan. Juda ham ko'p sertifikatlar berilgan. O'zbekistonga hamma mahsulotlarimiz ofitsialniy kirib kelgan. Birinchi yaratilgan mahsulot mana shu Pavlov Spray konsentrat hisoblanadi. Zavod yopiq zavod hisoblanadi. Hech kim kirgizmaydi. Etga zavodga mahsulotlarimizdan tayinlanishi, yantarniy luch, ya'ni tayinlanayotganda ultrafiolet vidimi, yantarniy luch tushib turar ekan, именно o'sha protsesga. Pavlov Spray tarkibida koenzim Q10, keyin 88 xil ksantonli antioksidantlarga boy hisoblanadi. Pavlov Spray konsentrat boy aytdimi, 5 gram koenzimi bor. Qolgan mahsulotlarimizda 0.15 gram koenzim. Mana shu mahsulotlarimizdan keyin qolgan mahsulotlar yaratilgan. O'sha Perfect Vitality, Smart Zerada yoshartiruvchi xususiyatga ega moddalar almashuv protsessini yaxshilaydi, energiya almashuvini yaxshilaydi, insult, infarkt oldini oladi, ozishga yaxshi yordam beradi, antiparazitarniy effektga yaxshi, oshqozon ichi traktiga yaxshi, ya'ni bukul organizmda 12 ta sistemani tiklab beradi. Pavlo teri kasalliklariga yaxshi, Pavlo Spray konsentrat, gar kasalliklariga yaxshi. Pavlo keyin qo'llamda hamma anaqalarda qo'llansanglar bo'ladi. Keyin operatsiyadan keyin tiklanishga yaxshi yordam beradi. Immun sistema, bizda 12 ta sistema bor. O'sha bosh miya sistemasi, nafas yo'li sistemasi, oshqozon ichi sistemasi, siydik yo'li sistemasi, immun sistema, teri suyak sistema, bukul sistemani tiklash uchun yaxshi yordam berar ekan Pavlov konsentrati. Mana suvda eruvchi koenzim Q10